Assalomu alaykum Andijon Mikrofon kanali a'zolari. Sizlar bilan har doimgidek Kamina usta Ibrohimjon. Ko'rishinglar mumkin, biz mana bu ishimizni biz Andijon viloyati Asaka shahrida boshlab oldik. Hozirda biz ko'cha shapkalarimizni boshladik. Ko'cha shapkalarimizni biz tarnov qatirish jarayonidamiz biz. Ko'cha shapkalarimizning uzunligiga 21 metr, buyog'iga 80 sm. Xudo xolasa videolarni yana qo'yib boramiz ish jarayonidan lavhalar qilib, xudo xolasa. Endi ichkari darvozaxonamizni ko'ramiz. Ichkari darvozaxonamizni ham biz kobra fasonda qilib mana shunday go'zal holatga keltirib beramiz. Xudo xolasa videolarni yana qo'yib boramiz. Endi ichkari shapkalarni ham ko'ramiz. Ichkari shapkalarni ham buzish kerak, bu shapkalarni. Shapkalarni ham buzib, tanlovlarni qatirib go'zal holatga keltirib beramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Do'stlarga tirsa yuborib qo'yinglar, like bosib qo'yinglar. Hammaga omad, kuninglar yaxshi o'tsin.